Ha qizim, nima bo'ldi? Yana kuyovmi, ha? Yana pastligimizni yuzingga soldimi? Hozir kelsin, mana shu kallasini chaqaman shu kuyovni. Assalomu alaykum. Ana keldilar. keldi. Yaxshi keling. Nasıl ro'zg'or? Ya kuchi shu qizga yetdimi? Kirisa. Endi o'zingdan ham o'tgandir-da endi. Mana o'tgani yo'q. Endi bu ro'zg'or, bu mush, bu endi chidash kerak endi qizim endi. Telefonlarini ko'rdim, xiyonat qildilar menga. Xiyonat qildi? Ha? Qaynonam qani? Qaynonam bilan kelishaman shekilli. Ha, endi unchalik xiyonat qilib tashamagandir. Kirib tur ichkariga men o'zing gaplashaman u bilan. Kirib tur. Kir. Yaxshi keling siz, o'tiring menga. Qaynota kuyovni turpog'i bitta joydan olinadi deyshadi-yu. Shunga ozgina chatkonga bo'lib qoldi, uzr. Agar yana shunaqa keladigan bo'lsa yig'lab. Ey, ko'zingizga qo'limni tiqib olaman. Oho! Erkin Komilovsiz, u aktyor. Dach gapir, dach. Ey, bo'ldi. Qizim, ke. Gaplashib qo'ydim. Endi unaqa bo'lmasin, takrorlanmasin. Xo'p. Yo, telefonimi? Qaynotajon, telefonim qolib ketmabdimi? Yaxki, sen qizim uradigan. Yaxki.